növbətdəki leksiya bəgücü Germaniyadan Abdurrahimcan Abdurrashid xalqara və dövlətlər qanun tüzümlərindən davayımız üçün faydalanış usulları degan temada leksiya verməkçi. Mərhəmət. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Bana verilген tema özümüz yaşayatқан dövlətlərinin və xalqara dövlətlərinin qanun tüzümlərindən davayımız üçün faydalanışdan yolları doğrusunda degan tema verilibdi ki, mən bu şunu qarta tayyorlik qilib asas siyasi məzmunda qaraq tayyorlik qilib gitmə. Hazır hem bu saat kərgicilik bütün bu ötüyotqan söhbətlər asasen quyuq dini tüstü vadıdı. Mən azıraq xijillik isqvatmaya köçülük qarindaşlardan. Endi mən oqub dini temini tayyorlik qilsam bu tikə deb arzu qildim, amma Xudaylıqı Hindistan'a qarmuş yapaqanda yo'q qolgan. Shunchalar o'limadi tursa, men oqib bu qandaza əpləşməylik edib, amma bo'pti, men tayyorlik qilganim o deb yana azroq qanoatlandim. Ko'pchilikka oldin rahmat. Bana qanchalik vaqt berganligini uf qo'yib, andan keyin başlay. 40 minut. 40 minut olsa men yomon unda olsa 50 minutga mashina o'qib. Men aslida hozirgichilik 10 yilning yağı asasen chet-elga chiqqandim. Bu yan O'rta Osiyoda bo'lsin, mayli Germaniyada bo'lsin. O yerda 18 yil qoldi, 19 yil bo'lib chetga chiqqali. Asasen yazıqçılık bilan shug'ullanib, shu siyosiy temada, ba'zi chog'da adabiy temalarda asar yozib yotgan. Xo'sh, shu chet-elga chiqqan 19 yilning yağı asas yezib qalam bilan shug'ullanib yotdim. Hozirgacha men o'zimni yozgan narsam o'zim o'qimaydim, boshqalar o'qish uchun yozdim. Bugun ham o'zim o'qigan qoldim. Shu endi azroq bir temtirab xuddi sinib qilib bir gapni qochirib qo'ysam, qasinglar beni qilmanglar, ayb ko'maydi. Ko'ngil qo'yib anglab ketasizlar. Undan keyin meniki bir talab qildiganim, men azroq qilib tiqib qolsa, nima kechikdi meniki fikrim. Undan bir telefondagi ovozini aytib biz bo'libmi Yevropadan kelgan qarindoshlar buni nihoyatda bak yaxshi bildi, balki ko'pincha Yevropadan kelganlar hozir telefonning ovozini xeli chiqarib qo'yib turaqanını görüyatımı. O yaxta o bunundak bir dini sorun yoki bir siyasi meclisinde emas. Hatta adatda bir 4-5 adam yığılıp oldurduğun bir adatdaki söhbət olsun, işxananki işki telefonu taqaqlığında xatçaplab qoydu. Hiç olmasa avazını itvettiğin deyilgan bir talep oldu. Şuna işini ümit qilmoqchi men. Hem de astat teminin özüge Kiliştim burun, endi bu özümüz yaşayatqan dövlətlər, yoki xalqara və əqaz dövlətlər qanun tüzümlərinin davayımız üçün faydalanışdan yollarını izleniş to'g'risida katta atrafga ovoz. Mushukka asos ovoz qatqani. Bu temini sal keyinroq so'radim buning mazmunini. Buni boshlashdan burun chet elda bizniki muhojirlik hayotimiz qanday boshlangan? Qachondan bilsa asosliq yana g'olliq qismi qachondan boshlangan, hozirgi ahvolimiz qanday bo'lyapti, muhojirlik ahvolimizda bir qancha qismga bo'lib, buni qisqacha bir aloyidligini bayon qilib o'tdim. Oxirida qanday ekan bu chet eldagi afzal sharoitlardan foydalanib, o'zimizningki da'vosi uchun bir foydali sharoit izlanish to'g'risidagi taklifni qisqa bir ixchamlab oxiriga oldim. Xo'sh. Endi bizniki vatanimiz muqaddas ana vatanimiz Sharqiy Turkistondan ayrilib, chet elga hijrat qilib chiqishniki jarayoni to'lim uzun. Asosli hozirgi g'olliq qismi birinchi Cumhuriyetimiz, ya'ni 1934-yili Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti mag'lub bo'lib, chet elga hijrat qilish davri. Bu birinchi bosqichi. Yani şu vaqtdan boshlab hisoblasak, yani 1934-yili bastırılgan birinchi Cumhuriyetimiz davridan boshlasak, bu asosiy 4 bosqichga bo'linadi ekan.
1934 yılı 1. Cumhuriyetimiz bastırılgandan ta 40 yılgacha bo'lgan bir qancha yillik qisqa musofa ichida chet elga safar qilish turkumi. Bu turkumdagi muhojiratga inqilobiy izdinish, qayta tirilish uchun izdinish bosqichi deb qarash mumkin. İkinci turkumdagisi 1949 yılı 2. Cumhuriyetimiz bastırılgandan başlap chet elga yani keçip çıkış türkümü. Bu bir az çekiniş, yani ümitsizleniş türkümü. Bunun mazmunu keyince en azırak bayan kılma. Üçüncü türkümü 1962 yılı Sovyet İttifakı geçiş türkümü. Bu türkümdeki muhaciratga çıkış devrige yani can saklaş üçün ve kelgüsüge karta yani bir izleniş devri. 4. türkümü 1991 yılı Sovyet İttifakı parçalangandan itibaren bugüngacha chetga eqish türkümü. Bu türkümdeki muhacirlerimizga en murakkab muhacirat bosqichi deb qarash mumkin. Hozir aşağı yukarı 20 yıldan buyon chet elga chiqyapmiz. Bu türkümdekiler oldingi har qaysi türkümdekini qaragan chog'da nayt ko'p ham nayt murakkab bir davr bo'ldi. Biz yaşayotgan devletlerinin kanun tüzümlerinden davayımız üçün paydalanışının yolları üstüde muzakir kılıştan avval chet eldeki yakın ötmüşümüz kandak bolgan. Bana közeğine takılmışsam bu muhakkak. Yaxşı gömətime. Yakın ötmüşümüz kandak bolgan, kelgüsümüz kandak buludu degan mavzuda atraflıq başqa turuşumuzu doğru geldi. Çünkü eğer tünügünü estin çıkırıp etsek, bugünden kıymet yaratılmayımız. Şunundaki etige tayarlıksız, sermayesiz girip kalımız. O çağda tünügünden etimiz texmi better buluşu mümkün. Umumi vaziyetimizni göz tutqandı mı, yıldan yılga çüşkülüşüyotgan ahvalimiz hem şunu tasdiqlab durmakta. Әмді бірінші түркімдегі muhacirlik дәуіріне инқилаби izdinish bosqichi deb qarashda 1934 yılı 1. Cumhuriyetimiz Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti bastırılgandan keyin chetga chiqib bir turkum yani chetga chiqib ketgan bir turkum Cumhuriyet ve inqilab vakillarining chet elda elib borgan faoliyatlari nazarda tutildi. Onların 1945 yılı 2. Dünya Urushida Germaniya, Yaponiya qatarlıq devletler məğlub bolğan davrigacha chet elda diplomatik münasibətlər ve askeri urush tayyorligi elib borganligi hammamizga ayon. 2. Dünya Urushida Yaponiyaga o'xshash Xitoyga qarshi ba'zan ittifoqdosh ellar urushda məğlub bolgandan keyin davri muhacirlarimiz tamamen ümitsizlanib, tushkunlikka uchradi. Ular tarqalib, yerleşip, singib ketishga yuzlandi. Ular özlerinin, evlatlarının mevcutluğu üçün terikişikimi ülgirenmedi. İkinci türkümdeki 1949 yılı Xitay Gomindanı məğlub bolğandan keyin chetga chiqib ketgan muhacirlar bosqichini chekinish, yemirilish davrida baho berishda ularning tarkibidagi vakillik salohiyatlariga ega g'olluq shaxslarning vatan ichidagi tarixiy amaliyotlari ve vatan sırtığı çıqqandan keyingi faaliyetlerinin neticelerini birleştirip qarash kerak. Vatanni tashlab chetga chiqib ketganlarning hammasi vatan uchun kurash qilguvchi inqilobiy muhojirlar bo'lavermaydi. 3. turkumdagi, ya'ni 1962 yilları Sovet İttifaqıga keçib ketgan muhojirlarni jon saqlash uchun chet elga chiqib ketgan muhojirlar davri deb baho berishda şu çağda vatanimizde Xitay basımcıları yürgüzgen açarçılık cazası onlardan Sovyet İttifakıga geçip çıkışına sebep olgan bolsa, ular Sovyet İttifakıga ötkenden keyin uçurgan siyasi zulüm, horluk, ommaviy sürgünlük qatarlıq insan berdashlik berolmagidek derecedeki zulümler onlarning singib ketishini tezlatgan edi. Ularda evlatlarının mevcutluğu, özlerinin mevcutluğu üçün hareket kılgıdak imkaniyet yok bulup, 1991 yıl Sovyet İttifakı parçalangandan keyin qayta quruluş üçün qadam basishga fursat bo'lmadi. 4. türkümdeki muhacirlar qo'shinini murakkab davr muhacirlari deb qarashda, bularning oldingi har qanday muhacirlar türkümiga o'xshamaydigan tuvandagidek alohidaligi bor. Birinchi, o'quvchi muhacirlar. Yine 91 yıldan bu yan chet elga chiqayotgan muhacirlarniki birinchi turkumi o'quvchilar muhacirlari, ikkinchi turkumi tijoratchi muhacirlar. Üçüncüsü
Yani Xitoy bizga zulm sağgan yoki biz Xitoyga qarshi ma'lum bir inqilob qildik, u deb bir saxt kimlik bilan chiqqan, ya'ni saxta bir shakldagi siyosiy qochqin muhojirlar. 4-turkumdagi haqiqiy siyosiy qochqin muhojirlar. Endi bu ilqi qisman toza qo'shaqmaydigan gap, dastlabida vatandan chiqqan har qanday bir qarindoshimizni biz shu sababga qatnashtirib, bularni chet eldagi da'vo sepimizga nihoyat foydali sharoit yaratqili bo'ldi deb o'ylaydik. Ammo 10 yil, 15 yildan keyin u amaliyot unda bo'lmay qoladi degancha murakkablashadi. Shunga men buni sal boshqacharoq atab qo'ydim. Xo'sh, bu yana 4-turkumdagi 91-yildan boshlab chet elga chiqayotgan bu turkumdagi muhojirlarning o'rlashgan davlatlari oldingi turkumdagi muhojirlar o'rlashgan davlatlardan zo'r farqli va keng ko'lamda tashkil qiladi. Oldingi turkumdagi muhojirlar shu davrlardagi dunyoning siyosiy vaziyati, taraqqiyot ahvoli, iqtisodiy sharoitlar tufaylidan intayin tor cheklik rayonlarga yerlashgan. Ammo keyingi 91-yildan buyongi chiqayotgan murakkab davr muhojirlari asosan dunyoning eng ilg'or ellariga yerlashmoqda. Chet elda singib o'zligidan yo'q qilish ustida to'xtalganda, bu davr muhojirlarining singib ketish qadami oldingi boshqacha muhojirlarga solishtirganda 3 qatlam tez bo'lishi mumkin. Ya'ni qutulush bosqichi muhojirlari ikkinchi avlodlardan boshlanishi mumkin. Ya'ni bularning singib, ya'ni yo'q qilib singib ketish bosqichi ikkinchi avloddan boshlanishi mumkin. Chunki oldingi turkumdagi muhojirlar mavjudligining bir qadar uzunga suzilishidagi tashqi sabab o'zlari yerlashgan rayonlardagi yerli xalqlar bilan bo'lgan turli munosabatlarning pasib bo'lishi, yerliklar tarafidan yaklanishi, savodsizlikning avlodlab davomlashishi qatorliq ijtimoiy ahvollar edi. Ammo kunimizdagi murakkab davr muhojirlari yuqorqilarning aksicha yerliklar bilan o'rtaq yashash, yerliklar bilan birga ishlash, aralashib o'ltiraqlashish, yerliklar bilan o'xshash haq-huquqlardan bahramand bo'lish qatorliq tez singib ketish taqdiriga duch kelmoqda. Bo'libmi kundalik tashviqot vositalari, radio, internet, turli elektronlik tashviqot vositalari o'smirlarga qaratilgan tabiiy singdirish, film va o'yinchi qatorliq omillar tufayli tuyuqsiz assimilyatsiya bo'lib, singib ketish qadami avvalgi har qanday zamonlardagi muhojirlar davriga qaraganda qancha asa tezlashishi muqarrar. Yuqorqilarni nazarda tutganda bizning ustimizdagi yuk, bizning ustimizda nihoyatda cho'ng yük bor qarindoshlar. Ya'ni bizning demoqchi bo'lganim, shu haqiqiy siyosiy qochqin. Ya'ni bu siyosiy qochqin degan gap bu Yevropacha tilib qoldi, sal qo'pol gap qoldi. Ya'ni mujohidlar qo'shini deb atay buni ma'suranda. Yomon satib qolgan ashadiki tushuncha bo'yicha men qitma, biz qochqin emas hargiz. Shu haqiqiy mujohidlar qo'shinining ustiga tushdi bu ig'ir yuk. Ya'ni men bu yerda o'quvchi muhojirlar deb atayotganim Masurundaki o'quvchilar muhojirlar emas. Buni keyincha yana izohlandi. Azroq sabr qilib turinglar. O'quvchi muhojirlar shu Alloh yo'lida yana vatandan ayrilib, chet elga chiqib muqaddas dinimizni o'rganish uchun sarf qilgan hayotimi jihad, mujohidlikning bir qismi, jihadning bir qismi. Men o'quvchi muhojirlar deb bu surunda o'ltirayotganlar yoki bundan boshqa haqqi davlatlarda Allohning dinini o'rganayotgan bu qarindoshlarimni ko'z tutmoqchi emasman. Buni oldin izohlikka keyinchi keladi to'g'risida. Xo'sh, shunday qilib bizning ustimizda shunday ig'ir yuk bor, ya'ni sonimiz bek oz. Biri vatan uchun mujodala qilish bizning ustimizga yuk. Yana biri vatan sirdagi mavjudligimizning davomlashi uchun kurash qilish. Agar butun borlig'imizni vatan uchun mujodala qilishga atab vatan sirdidagi mavjudligimizga parvosiz qarasak, jazmanki bu mujodala uzunga bo'lmay oxirlashadi. Ya'ni biz bilan oxirlashadi. Bizning avlodlarimiz singib ketadi. Singandan keyin bu da'voga ega bo'ladigan keyingi sap qolmaydi qarindoshlar. Alloh saqlasin. Alloh yana o'limga yardan har xil mo'jiza yetkazdi, ammo Allohning mo'jizasini qabul qilg'idak bizda shunday bir iqtidor bo'lmasa, u mo'jiza bizga tushmaydi qarindoshlar. Buni hammalar yaxshi bilsizlar. Men azroq ilgilab ketdim bu gapda. Agar uning aksicha bo'lganda, ya'ni vatan mujodalasini jiroqlashib, faqat chet eldagi mavjudlik uchun
mücadele qilg'ili tursak, vatandan to'liq ayrilgan bo'lamiz. O chaqda biz chet elga nima uchun chiqdik masalan? Chet elga chiqib, erkin dunyoda xotirjam farzandlik bo'lib, oila qurib, turmush qurib, bu yerda o'zimizning dinimizni, o'zimizning erkinligini saqlash uchun chiqqan bo'lib qolamiz. Chet eldagi ishni undan tutaylik deb. Men 2 yilning oldida hurmatli Erbabimiz Abduqodir Xon yapcham ko'rmaydi. YouTube'da azroq nutq so'zildi. So'zlab chet elga chiqishdagi maqsad avlodlarimizga onasining tilini o'rgatamizmi, dadasining tilini o'rgatamizmi degan maqsadda chiqqanmi biz deb shunchalik yana bir g'azab bilan so'zlabki, onu da ba'zilar tushunib bo'lmay biroz beram bo'libdi. Bu endi Yevropa davlatlarida asosliq avlodlarga ona til o'rgatish maktablari bas-bas ejilib ketdi. Shundan azroq xabar topgandan keyin biz shu maqsad uchun chiqqanmi chet elga deb qaynagan bir programmani ko'rdik. Ko'rib ba'zilar azroq ko'nglim bo'ldi. Bu avlodlarimizni biz mana tarbiyalamasak, singib yo'qolib ketadi deb. Endi men shuni azroq ko'rsatib aytdim, agar degandek biz shu avlodlarimizga onasining tilini o'rgatamizmi, dadasining tilini deb oshnalar bo'lib ketsak, vaqt vatandan olgan bo'lamiz. To'liq olgan bo'lamiz. O vaqtida bizning qo'rg'imiz qumbasida yana 10 yil, 20 yildan keyin bak umr ko'rsak, Alloh nasib qilsa ko'ramiz shunchalik yelg'arinimiz bo'lsa. Ondan keyin avlodlarimiz vaqtida erkin vatanga berib kela oladigan imkoniyatga erishdi ular. Xitoy bergan ma'lum fursatdan foydalanib bular vatanga berish kelish ishi bu chet el butunlay xuddi vatanning bir qismiga aylandi. Ya'ni mustamlika ostidagi vatanning bir qismiga aylandi. Hozir O'rta Osiyo, masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston shu davrga berib ketdi. U yerda erkin bir faoliyat qilinmaydi qarindoshlarimiz. Meni Ro'zmat azgam o'ltiribdi. Namoyish qilinmaydi. Xuddi shu vatanga o'xshash bir vaziyat shakllanib bo'ldi. Endi jiroq Yevropadami bu ish bo'lmaydi deb hech kim buningga nima beramaydi, jazmlashtirmaymiz. Bizning chatga chiqishdagi g'oyamiz, maqsadlarimiz, bugungi mushu majlisga yig'ilishimizdagi tub maqsadlarimiz vatan mujodalasi uchundir. Bu mujodala bilim kuchi, iqtisodiy kuch va odam kuchi talab qiladi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo hal qilish chorasi ustida amaliy qadam bosish tamamen boshqa gap. Aniq qilib aytganda, mujodala uchun talab qilinadigan mazkur 3 turli kuch, ya'ni bilim kuchi, iqtisodiy kuch, odam kuchidan iborat bu mazkur 3 turli kuch muhojirlarimizning qaysi turkumida mavjud? Masalan, yuqorida 4 turkum bo'ldik. 1-davr, 2-davr, 3-davr, 4-davrda. Masalan, yuqorida muhojirlarni 4 turkumga ayirib qarab chiqdik. Ularning ichidagi 1-chi, 2-chi va 3-chi turkumlaridan mujodalamizga ehtiyojli kuchlarni kutish mumkin emas. Ya'ni bunda deganlik, ular asosan tugab ketdi, sinib tugab ketdi deganlik emas. Asosan biz Turkiyani aytgan chaqda, bundan burun batdi, vaqtli batdi, shunday yaxshi danqi batdi. 92-yil 12-oyda Sharqiy Turkiston xalqaro milliy qurultoyi qurilibdi deb biz vatanda shuni davrini anglab, yana qayta qo'zg'ib tasqagan nurg'ulg'an qurban belgili. Shunchalik tayyorlikdan bo'lgan. Ammo ta shu xalqaro Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati qurilg'uchilik bu jamiyatlar hech qanday bir ilgilanmadi. Qisman bir ommaviy vaqt bilan faoliyat qilib, vatan davosini anglitib turgan bo'lsa-mu, ammo faqat İstanbulning ichiga yoki Qaysarining ichiga musha rayon xarakterlik bo'ldiki, ammo bu Turkiyaning sirtidagi qarindoshlarga xitob qilamadi, ularni jalb qilamadi. Bu faqat Turkiyaning ichidagi bir mavjudlikni saqlab turadigan yoki Turkiyaning ichida yashayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning Turkiya davlati bilan bo'lgan bir munosabatga vositachi bo'layotgandek shunchalik bir to'g'ri holat tutdi. Endi bu bugungi kunda bunchalik to'plashib haftalab bunday har yilda bunday muzokaralarni olib berish bu imkoniyat faqat 6 yil yani. 6 yil bo'ldi, bu xalqaro uchrashishning 5-qismi bo'ldi. Qurilib 1 yildan keyin, 2 yildan keyin boshlanib, hamisha taraqqib keldi qarindoshlar. Shuning uchun deymizki, asosliq 1-chi turkumdagi muhojirlar Saudiya tarafga yerlashgan bo'ldi. Hozir ko'ryapmiz, shularning bolalari, ba'zilar aramizda bor, navrilari faqat meni o'zimga Uyg'ur degan gapni yig'in o'rgandi, ular keyingi 5 yil davrida men Uyg'ur ekanman deb Uyg'ur degan daralarga ammo til so'zlayolmaydi. Ikkinchi avlodlar azroq gap qila oladi.
Ulam asasen sınıf gittilik. Mesela odada 30 ming Şarkı Türkistanlık bağ dep anlayımız. Ama yok, asasen sınıf gittilik desek buldu. İkinci Türkümde hem de Sovet İttifakı geçip çıkanlarını Rüzme Atajikan bildi. Bula maşu Sovet Otur Asya devletleri müstakil boğandan keyin azraq bir tirilishga başlap Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotini qurib chiqqandan keyin tamamen yemirilib besib yo'qolishga yuzlandi. Yani bir bosh ko'tarib chiqolmaydi, ammo avlodlar yana qaytadan uyg'onyapti. Uyg'urcha maktab ichilyapti. Yaxshi bir faoliyat bo'lyapti, ammo u yoq Xitoyning busug'isida yomon xatarlik. Xo'sh. Yuqorida 1991-yil Sovet İttifaqı yemirilgandan keyin bu yangi chet elga eqiyotgan 4-turkumdagi muhojirlarni 4 turga ayirib o'tgan edik yuqorida. O'quvchilar muhojirlar, ya'ni tijoratchi muhojirlar, saxta kimlik bilan chiqqan muhojirlar, undan keyin mujohid muhojirlar qo'shin deb to'rtga bo'ldik. Endi gap mushular ustida. Ya'ni o'quvchi muhojirlar, tijoratchi muhojirlar, saxta mujohidlar va haqiqiy mujohidlardan iborat. Mujohidlarimizga kerakli bo'layotgan bilim kuchi bo'lsa, o'quvchi muhojirlar markazlashgan. Masalan, ular Yaponiyada o'qib yuzlagan qarindoshlarimiz doktor bo'ldi har qaysi sohada. Amerikada bor. Biz Germaniyadagi doktorlarning o'zini soni shunday yaxshi bilamiz, aniq aytmaymiz, ammo bir sim yo'q vatan millat deydigan. Birsi yo'q. Endi bu yerda ularning ustidan shikoyat qilish emas. Shunchalik ehtiyoj bo'lib ketdi. Davorimizga mushu bilim egalari shunchalik yana to'tiyadak bo'lib ketdi, ammo bir turlik ular yaqin kelmaydi. O'zimiz deb chiqqan odamlarni reis qilib tiklab qo'ysak yaratmaydi. O dehqon bu odamlar bir 4 og'iz gapni yaqlanmasa, ya ingliz bilmasa deb ular yaratmagan, ularni bir qatnashinglar desa, yo bunday ishlarni qilib o'ltirib bu qilib bo'g'lanmaydi, dunyo vaziyatini kutish kerak deydi. Shuning bilan u dunyo vaziyati bag'ancha jiroqlashib ketyapti. Bu o'quvchi muhojirlar ichida har qaysi soha bo'yicha yetishgan kasb ahli mutaxassislar bor. Lekin ulardan mujohidlarimiz uchun nimani kutishimiz mumkin? Ularni o'qishga biz yo'llamagan, masalan. Agar biz o'zimiz tashkillik holda o'rlashtira olgan bo'lsak-to'q, o'qish bitirib olgandan keyin nima ish qilasiz degan bo'ldi. O'qishga biz yo'llamadik. Ular yerda yaxshi o'qib, imtihondan o'tib, chet elga chiqish numeri kelgandan keyin chiqib o'qiganlar. Ular o'qish jarayonida qiyinchilik tatganda bank hisobiga pulni biz yo'llab bermadik. Endi ular har qaysi ellarda oliy o'rinlarda yuqori maoshga erishib, baxtli hayot payizini surishga qadam bosganda yana badal to'lab bizga nima qilib berish mumkin? Uch qilib aytganda, o'quvchilarning tanlaganlari tinchlik yo'llari bilan tirishib o'qib, yaxshi natija bilan kasb bitirish. Ondan keyin arzusiga loyiq ishga o'rinlashib, turmush yo'lini izlash. Uyg'ur o'quvchilarga dastlabdan boshlab qo'yiladigan oilaviy talabdan elib aytganda, yaxshi o'qib, a'lo natija bilan o'qish bitirib, yaxshi o'rindan xizmat tepish va jafo chekmay kun kechira oladigan odam bo'lish, otasidek yoki onasidek xizmatchi xodim bo'lish yoki otasidek onasidek dangalg'ajilab ketmanchi jafokash bo'lib qolmaslik. Oila tarbiyasi shu. Boshlang'ich maktabdan boshlab, masalan, kadr xizmatchi ota-onalar bo'lsa, balasi deydi, "Bolam, yaxshi o'qisang, bizdek xizmatchi bo'lsa, yaxshi kun ko'rsa" deydi. Dehqon jafokash ota-onalar bo'lsa, "Voy jonim bolam, yaxshi o'qigan, bo'lmasa bizga o'xshashmasa ketmanchi bo'lgan dehqon bechara jafokash bo'lsa bolam" deydi. Bu oilaniki balasini o'qitishdiki birinchi g'oyasi bolaga shu boshlang'ich maktabga kirgan kundan boshlab singan g'oya nima bu? Nishon g'oya. Ajinda singdirildi. Mana bu Uyg'ur jamiyatidagi o'qishga tutgan pozitsiya va o'quvchilarga qo'yilgan talab. Bu shunchaliklar o'qisam bu ajab ijtimoiy kasal soatlari. O'qib ketayotgan har bir Uyg'ur o'quvchining g'oya nishonlari, kelgusiga qarata ko'radigan tushishlarimi shundoq.
Xitoy mustamlikasi ostidagi hech qanday bir ota-ona balam vatanning mujodilasi uchun, millatning ozodligi uchun tirishib o'qib kerakli odam bo'l balam demaydi qarindoshlar. Hech qanday bir o'qituvchimi undaq bir ideya tarbiyasi berolmaydi. Ularning vazifasi va deydiganlari marksizm, leninizm, Mao'ning ideyasida chiqib turish. Ulardan iborat qarindoshlar. Ularning beradigan vatanparvarlik tarbiyasimi dal Xitoy mustamlikasi uchun xizmat qiladigan yaramliq gigant odam bo'lishdan iborat vatanparvarlik tarbiyasi. Kunimizda Uyg'ur ziyolilari deb atalayotgan shu ziyolilarning ichidagi mujodila sepiga qatnashayotganlarga kelsak, bu bir mo'jizaviy odatdan tashqari bir ahvoldir qarindoshlar. Chunki chet eldagi 200 nafardan ortiq Uyg'ur akademik doktorlardan bir qancha nafari oliy maktab diplomiga ega minglagan talantli, masalan, 200 dan ortiq doktorlar chet elda. Ondan keyin minglagan talant egalaridan sanab ko'rsatgudek bir qancha kishining mujodila sepiga qatnashayotganligiga qarasak, masala oydinlashadi. Bu mo'jizaga o'xshash bir ish. Agar ziyoli degan atalg'ini kasbiy nuqtasidan diplom bilan o'lchab qaraganda, ma'muriy jihatdan butun dunyodagi barliq davlatlarning yuqori qatlam amaldorlari, bosh ministerdan boshlab barliq ministerlar, boshqarma boshliqlari, valiylar, noyib boshliqlari, kichik shahar boshliqlari, sahra boshliqlari, siyosiy qatlamlarda partiya, tashkilot boshliqlari va aktiv tayanch a'zolari, ishlab chiqarish turlari bo'yicha aytganda firma, shirkat boshliqlari, oliy boshliqlari oldi bilan yuqori saviyalik ziyolilar turiga kiradigan kishilardir. Hammasining doktorlik diplomlari bor. Bularning masalan kichik bir noyi valiylarmi, yani kichik bir noyi boshliqlarmi doktorlik diplomi bor chet elda. U ziyoli agar shu ziyoli degan gapni bizning tushunchimizda, ya'ni fanni ziyoli desak, doktorlik diplomi va ziyolilik o'lchimi degan chaqda bu biz yashayotgan davlatda eng tuan darajadagi ya firma boshliqlarmi, ya'ni shirkat boshliqlarmi ziyoli hisoblanadi. Shunga bularniki taraqqiyoti aqlni hayron qoldirdi qarindoshlar. Bu yerda kichik bir selishtirmaga ehtiyojim tushadi. 1992-yildan boshlab hozirgacha o'qish munosabati bilan chet elga chiqib doktorlik diplomi olgan va chet elda muhojir bo'lib turib qolgan Uyg'ur ziyolilari 150 kishidan ortiq ekan. Ammo vatan mujodilasiga tashkiliy jihatdan vazifa elib qatnashayotganlar har qit'ada bir songa to'g'ri kelmaydi. Agar Turkiyani Yevropa qit'asiga qo'tmagan holda butun Yevropa ellarida doktorlik diploma bir sum yo'q davosida. Yevropa qit'asida. Yevropa qit'asida hozir 10 nacha davlatda Uyg'ur tashkilotlari va muhojirlar va o'quvchi yana ashtaq kasb ahllari va diplom xizmat qilgan bir sum yo'q. Ham Turkiyada bir qanchasi bor qatnashayotganlar. Ziyoli degan atalg'ini konkretlashtirib aytganda, tun kechidagi qorong'u o'rmonda kishilarga yo'l boshlab mash'al tutib oldida ketayotgan odam deyishki bo'ladi. Chet eldagi ziyolilarimizning bilimlarining oldingi yerimi, ya'ni vatandagi qismi atalmish milliy bo'lgunchilikka qarshi iddia bilan bitib chiqqan bo'lsa-mu, chet elga chiqqandan keyingi o'qish bitirib diplom olish jarayoni tamoman boshqacha bo'lgan. Biroq ziyolilar da'vo sepidan nemishki yiroq turdi. Ularning da'vo sepidan yiroq turishlarida nurg'unlagan sabablar bo'lib, bu yerda uchuq aytishga bo'ldiganlari shuki, ularni sepimizga jalb qilaligidek, ularni qoyil qilib da'vo sepiga qatnashtiralaligidek alohidlik bizda tepilmagan bo'lishi mumkin. Aslida bunani o'zimiz ustimizga yeb turaylik. Yana bir muhim sabab o'quvchi muhojirlarning vatan bilan bo'lgan aloqasi quyuq. Ya'ni shu chet elda to'xtab qolayotgan shu ziyolilar, doktorlar, bularniki vatan bilan berish kelish aloqasi quyuq. Ular da'vo sepiga to'liq vazifa bilan qatnashsa vatandan mangulik ayrilgan bo'ladi. Ular bundoq cho'ng badal to'laganga tushliq nima qila oladi masalan? Ular balkim shuni o'ylashi mumkin. Ma'qul, men badal to'lab vatanga berish orzumdan voz kechib, sening sepingga qo'shilay. Qo'shilgandan keyin u plan bilan ish qildi ular. 1 yil ichida qancha ish qilamiz, 5 yil ichida qancha ish qilamiz, plan o'tirib qo'yinglar degandan keyin planni o'zini qo'yishlar hojam desa, unda planni bitganda kelay deb o'zini tatdi ular. Men hozir aralashib qo'yib planni tuzsam, sizlar planni qabul qilmasanglar, rad qilsanglar, o chaqda men badal to'laganga tushliq bir ish chiqmaydi deb balkim uni o'ylaydigandi. Ular da'vo sepiga to'liq vazifa bilan qatnashsa vatandan mangulik ayrilgan bo'ldi. Ular bundoq cho'ng badal to'laganga tushliq nima qila oladi?
Gap mush yerda. Da'vo sepida yıldız tartib hokim mutlaqlik taktiga chiqib olgan bizning arboblarimiz ularni shoykiga aylantirib isrof qilib yotadi. Ya'ni men bu yana ko'z tutmoqchi emasman. Men buni bütün vatan sirtidagi har qaysi Xitoy, har qaysi rayondagi har qaysi tashkilotlarga qarata xitob qilish asosida tayyorlagan bu yerda hokim mutlaqlik yo'q. Oldingi yilda Olimjon Batı cemiyette hazır kalsam Alimjon yok, almıştı. Burun Sultan Karim reisti hazır Hidayetullah Hacım reis oldu. Bu yerde mutlaqlik, hokim mutlaqlik yok. Yaxşı almış oldu bunu. Ben bu göz tutmoqchi emasman. Xo'sh. Bundaq ahvol ostida o'qimishli kishilar o'zlarini daldiga oladi. Bundaq vaziyat ostida o'quvchi muhojirlarimizdan da'vo sepimizga foydali narsa kutish qiyindir qarindoshlar. Bu özlükiden bulup kaldığı iş emas. Bu 15 minutun yerimi tügedi. Hem de iktisadi güç bolsa ticaretçi muhacirlarının kuluda. Bizde iktisat yok. Ticaret menbaisi bolsa asasen düşmanımız Xitayning kuluda. Mesela bu fakat Uyghur ticaretçileri Xitaylardan iş katmaydı. Bütün dünya mesela Avrupa'daki devletler şunda güçlü degan bilan töte qizga qilib da'vo qilib yig'lab borgan chaqdaydi. Voy, hozir biz Xitoy bilan botgan savdo iqtisodga daxl etdi. Hozir sabr qilsanglar, keyin biz ishimizni hal qilamiz deb anda qildi. Bundaq bir vaziyat ostida tijoratchi muhojirlardan kuch talab qilish mumkin emas. Ularni o'zini tartib yildan yilga jiroqlashadi. Chunki odamlar to'pi ichida iqtisod bilan shug'ullanadigan kishilar hammadan bak hushyor keladi. Ular bir ishqa, bir tijoratga mablag' solishdan avval foyda ziyonni dangsab, hech bo'lmaganda xatar tang nisbatga tushmagicha tavakkul qilmaydi. Bo'libmi, Uyg'ur tijoratchilaridek orqasida qo'g'dab turadigan davlati yo'q, barliq dasmoyisi g'altak chiqib qolgan vaziyat ostida puldorlarimizdan mujohidatimizga mablag' kutamaymiz. Endi odam kuchi deyilganda mutlaq holda ya'ni saxta kimlik bilan qishib chiqqan muhojirlarimiz. Har qaysi davlatda hozir Shvetsiyada 2000 deydi, Gollandiyada 1500 deydi, u yerda deydi. Bular chiqib bularni sanab keldik. Bir qanchasi balkim ig'ir bir vaziyat ostida qishib chiqqan, ya'ni mujohidlarga mansubda qaraymiz, ammo mutlaq ko'p qismi ma'lum bir shalv o'quvchilik o'zi da'vogar, undan keyin boshqa nimaga o'tadi. Mana odam kuchi shunchalik. Yani bu reallikni biz bilib muomala qilmasak bo'lmaydi. Yomon uzun 10 necha yil g'aflat o'tib ketdik. Shu odamimiz jiq o'tib ketdik, ammo keyin hozir asta do'ngga chiqib qoldi hamma ishlarimiz. Ularning siyosiy panalik iltijolari qabul bo'lguncha yilda 2 qatim bo'ladigan namoyish sepining oldingi retini olishib, Xitoy elchixonasining oldida ko'krak terib, "Vatan bizning" shuarini to'laydi qarindoshlar. Quliga siyosiy iqomat olganda bo'lsa, namoyishlarda oz ko'rilishga boshlaydi yoki daldaroq joyni izlaydi. 6 yil o'tib, quliga vatandoshlik chiqqanda Xitoy elchixonasining yon eshiklaridan kirib, "Vatnim junxo ilidir" degan jadvalni to'ldirib, Xitoy vizasiga bosh urdi. Bu ahvolni nazar tutganda ularning biz vaqt ajratib, o'qitib tarbiyalayotgan avlodlaridami bir narsa kutish hozir yomon qiyin to'xtadi. Ular azraqni bo'lgandan keyin bolalarni balaga aralashma, bo'lma maktabda o'qima, biz vatanga berib ketamiz, daxl etadi deb bolalarni aytmaydi. Vaziyat shundoq bo'lgan ekan, barliq mujodila yuki faqatla oz sonliqni tashkil qilayotgan tashkiliy vazifani ustiga elib, eng og'ir badal to'layotgan haqiqiy mujohid qo'shinlarimizning ustiga yüklenmekte. Lekin bu iqimda mujodila keraklik bo'lgan bilim kuchi, iqtisodiy kuch, odam kuchi faqatla yetarsiz. Endi masurunda doktorlarımız var, mesela dini saha boyunca yetişip çıkan magistrlarımız var, ama bu ma'lum dini sahada. Hazır bizim mücadelemizge arkası kesip boyunca yetiliş gerek. Vaziyat shundoq bo'lgan ekan, barliq mujodila yuki faqatla osollikni tashkil qilayotgan tashkiliy vazifani ustiga olgan shu mujohid qo'shinlarimiz ustiga tushadi. Bu yerda shuni ochiq aytish kerakki, dengizga cho'kib ketayotgan cho'ng bir kemani qulvoqda o'ltirib qutuldirish mumkin emas. Agar biz kunlarning birida cho'ng bir shuar bilan o'ttirg'i chiqib qoldik deb misol olaylik. Cho'ng bir ishlarni ta'virtishga boshladik deb misol olaylik.
Masalan, o çağda bizning nimalarga ehtiyojli ekanligimiz, qanday kishilarga ehtiyojli ekanligimiz suv yuziga laylab chiqdi. Hozir biz o'qimayapmiz, ammo qo'limizga masalan bir qurol olib o'tirishib boqaylik. Shu chet el turgan mabda hammasi qatnashsin 10-20 ming odamlar. O chaqda bizning ehtiyojimiz qatqaligi oydinlashib chiqdi. Konkret qilib aytsak, agar bizning ehtiyojimiz harbiy mutaxassisga tushdi deyli, masalan, jazmanki boshqalar tarafidan harbiy mutaxassis bilan ta'minlaymiz. Masalan, 44-yili Nilqida inqilob qo'zg'aldi. Hozir qo'zg'olib Navoiy Nilqi inqilobchilar Nilqini ayini tayyorlab turishlar, Sovet ittifoqidan harbiy general qo'mondonlik keldi. Shuni o'xshash bir ish. Iqtisodga ehtiyojimiz tushsa, boshqalar tarafidan pul bilan ta'minlanamiz. Jang aslalariga ehtiyojimiz tushsa, boshqalar tarafidan uni bilan ta'minlanamiz. Hamma tarafdan boshqalarning ta'minlanishiga hojatmand bo'lib turib, shundoq bir ishlarni tavratgan chig'imizda biz butunlay boshqalarning qo'rqishiga aylangan bo'lamiz. Chunki boshqalar ta'minlagan har qanday narsa shartli bo'ladi. Dunyoda xolis bir narsa mavjud emas, qarindoshlar. O chaqda xuddi tashkilotni qurib, Nilqida inqilobni boshlab, keyin davlat qurganda o'xshashmagan yot toifalarning o'ttirisida aqsallarni kiyib, yolg'iz qolgan Elixon To'ramga o'xshab qolamiz. Biz hammiz diniy solik odamlar. Biz diplomatiya qilishni bilmaymiz, biz nurg'ulg'a ishni, harbiy davlat ishlarni bilmaymiz, askarlarga komanda berishni bilmaymiz. Masalan, Abdullah Abdin ayaga tuzdi bizni, hammiz chaqchaq yuryapmiz masalan. Uchoqdan balki mashtaq qilishimiz mumkin. Unda qarab, uning bilan o davlat tutib bo'lmaydi. Elixon To'ramga o'xshab qolamiz biz oxirida. Elixon To'ram yolg'iz qoldi, atrofida hammasi kommunist. Davlatni qurib oz qolgan chaqda bir buyruq bilan davlat bütün mustaqillik qilgan chaqda to'xtadi. Elixon To'ram oldi qarab mangimiz degandan keyin uni Sovet qochib ketdi bu yaxshamda. Shuni qaqalar to'xtaymiz dedi kommunistlar hammasi. Shunday ish qarindoshlar, Alloh saqlasin, bunday qilmaylik. Shunga buni endi biz oldidan buni endi qanday qilamiz? Ma tövanda ozroq, bak muhimga tövanda deb qanday qilayman buni endi. Ma bu nima qilaman? Ay qo'shimcha gapni qilmayman-da, unda shu xatni o'qiyverish ishdik. Qiziq gap. Medresda bola o'qitilgan, masjidlari jamoatga va'z nasihat qiladigan bir diniy o'limaning saqilining ostiga harbiy marshal deb Stalin asta ahmoq qildi Elixon To'ramni. Qanday marshal oldi Elixon To'ram? Harbiy marshal deb yo'g'on iznakni qadab qo'yib, butun bir davlatni yotlar o'z mayliga idora qilgan oqibat yana kelib chiqdi. Balki Amerika qilishi mumkin. Hozir Amerika parasut ketdi taraf, butun Yevropa boshlab ketdi. Az qismdagi shu diniy sohadagilar biz faqat o'zimiz o'z irodamiz bilan Alloh deb ma'miz degan bilan bu mujodilaning sirdagi nurg'ulg'an aqim biz o'zimiz bir ish qila olmaymiz. Cho'ng bir davlatlar ega bo'lish kerakda. Bu dunyoning umumiy iqlim vaziyatga qoyil bo'lib shuna turadi. Balkim Amerika shunday qilishi mumkin. Xudo Hamid Karzayni Afg'onistonga aytib qo'ygan o'xshash. Shuning uchun mundaq ikki nuqtaga sal qarmasligimiz kerak. Birinchi, tashkiliy qurilmani sog'lom siyosiy ul ustiga turg'izish, ya'ni bir ijtimoiy jamiyatga o'xshatmasligi lozim. Kaskin siyosiy irodasi bo'lishi kerak tashkilotniki. Ikkinchi, tashkilot ichidagi vazifali xodimlarni kasbiylashtirish. Chunki tashkilot ichi sog'lom bo'lmaganda oz harakat bilan, chunki tashkilot ichi sog'lom bo'lganda, ya'ni sog'lom ul ustiga qurilgan chaqda oz harakat bilan ko'p natijaga erishgili bo'ladi. Navoda tashkilot o'z ichidan chirik, o'li, asnak bo'lganda, asnak degan turkicha gap tavrab turilgan. Tazi mukammal bo'lmaganda bir qadam oldiga masa 5 qadam orqaga chekintirildi. Bu vaqtda biz jilab ko'ryapmiz, badal to'layapmiz, ashunaq bu vaqtda ishlaymiz. Bu yerdagi ish emas, men boshqani ko'z tutmayman qarindoshlar. Natijani so'z echish asla mumkin emas. Endi ikkinchi nuqta bo'yicha, ya'ni tashkilotdagi vazifali xodimlarni kasbiylashtirish ikkinchi nuqta bo'yicha tashkilotdagi vazifali xodimlarni kasbiylashtirganda ish harakat tartib prinsip bilan qoida qonuniyat bilan yuqori sifatli ijobiy natijalik elib berildi. Uning aksi bo'lganda hamma tarafdan behuda isrofchilik, natijasizlik yuz berdi, mujodala davomi, taraqqiyoti istiqbolsiz bo'ldi. Yuqorqi bayonlarni muqaddima o'rnida tushunib, hamda shunchalar gapni muqaddima deb demadik. Asl maqsad ikkilaydi. Qaysi usul choralarni ishga solib,
biz yani özümüz yaşayotgan yani xalqaro davlatlardagi qonun tuzumlaridan davayimiz uchun foydalanishning yo'llarini tepib chiqa olamiz degan bu nuqtaga kelgan chog'imizda davayimizga foydali yo'l izlanish vatan sirtida yashayotgan ko'niyinga millionlagan barliq muhojirlarimizning hammasining majburiyati emas. Shuningdek, har qanday bir muhojirlar jamiyati, har qanday bir tashkilotlar qilaveradigan ommaviy faoliyat emas. Kesib aytganda bu bir inqilobiy mujodala. Bu jazmanki yuqorida aytib o'tilganidek barliq og'ir yukni ustiga olgan, oz soliqni tashkil qilgan mujodalaning zimmasiga olgan shu mujohid qo'shini ustida. Endi biz yuqorida tilga olgan ikkinchi nuqtani, ya'ni tashkilot ichidagi vazifali xodimlarni kasbiylashtirishni tutqu qilib, aslidagi maqsadga qaytib kelaylik. Bu vaqtda tövandagidek bir qancha mazmunlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Birinchi, tashkilot qurilmasidagi vazifali xodimlarning vazifa alohidligi yoki o'z qobiliyati bo'yicha bilim saviyasini va kasbiy safosini oshirish uchun kurs qavattish. İkinci, mücadelemizge kerakli bo'layotgan sohalar bo'yicha tashkilot qarmog'ida kurs tashkillab, munosabatlik mutaxassislarni dars o'tishga taklif qilib, kasbiy xodimlarni ko'plab yetishtirish. Uchinchi, turishliq davlatlardagi hokimiyatga qatnashish ehtimolligi bir qadar tuvan, ammo parlamentda o'rin egallay oladigan turli o'qituvchi partiyalarga a'zo kirgizib, ularning turli yig'inlariga aktiv qatnashish orqali tashkiliy saviyani o'stirish va siyosiy ongni yuqori ko'tarish, shuningdek vatan millat taqdiri to'g'risida ma'lumot to'plab, o'zlari qatnashayotgan o'qituvchi partiyaning vasitasi orqali vatan masalamizni parlamentlarda o'tirg'i qo'yilishiga fursat yaratish. To'rtinchi, inson haqlarini himoya qilish, onalar huquqini, bolalar huquqini himoya qilish, tabiiy muhit asrash qatorliq ommaviy tashkilotlarga a'zo bo'lib, ularning faoliyatlariga aktiv qatnashish orqali bir tarafdan tashkiliy saviyani o'stirish, munosabat doirini kengaytirish, yana bir tarafdan vatan xalqimiz ustidagi fojialar to'g'risidagi tashviqotlarni ommaviylashtirish fursat yaratish. Beşinci, yaşlarımızın yuqorqidagi partiya tashkilotiga a'zo bo'lishiga tashkiliy holda yetakchilik qilish. Yani bu balla atanısının nimasidan ketavermay, tashkilotimiz o'zimiz safarbarlik qilib yosh avlodlarni. Ularni shu partiya a'zo bo'lishga safarbarlik qilish. O'g'il, xo'sh. Altıncı, askerlik kuramiga yetken oğullarımızı turuşluq devletlarda qonunluq askerlikka yollab, tertiplik, intizamchan odam bo'lishga, harbiy kasb, harbiy texnika o'rganishiga, mujodalamizga lozimli harbiy mutaxassislarning yetishib chiqishiga kapolatlik qilish. 7. O'qish mavsumidagi avlodlarimizning kasb tanlashiga ahamiyat berib, ya'ni o'zi qiziqib ketib bolam, ashuna o'qisin demay, uni kasb tanlashiga ahamiyat berib, mujodalamizga keraklik bo'layotgan sohalar bo'yicha asosiy, ya'ni bo'yicha siyasi iqtisod, qonunchilik, xalqaro munosabatlar, aloqa, uchur, sotsial pedagog qatorliq kasblarga o'qishga kirishiga tashkillik bir tutash yetakchilik qilish. 8. O'zimiz turishliq davlatlardagi qonuniy haq huquqlarimizdan, demokratik qoida prinsiplardan to'liq foydalanib, ham fuqarolik majburiyatlarini ado qilish bilan birga yordamga ehtiyojli bechora pasiv kishilar qatori qolmay, emgakchan, aqlli, boshqalarga yordam qila oladigan xislatlarni joriy qildirib, birinchi sinf kishilar, birinchi sinf millat qatarga o'tishni qanot yaydirish. 9. Yuqorqidan boshqa yana turli usul choralarni qizib chiqib, mujodalamiz uchun qulaylik sharoit yaratish va hokazo. Yig'ib aytganda, intayin og'ir yukni ustiga olgan mujodalamiz qo'shinini gigant kuchga aylantirib, faqat bizning ustimizga vazifadir. Bu vazifalarni o'zimiz o'rinlay olmasak, boshqalarga tavsiya qilish bilen küpayı kılsak, başka iqimdakiler herkes kılanmaydı ve kınmaydı bular. Buna için kınmaydı. Başka bir devlet, başka bir millet bizge halis kıppamaydı bunu. Yuqorqidagi bir qator meseleler üstüde kızgın muhakeme yürgüzüp, astoydil muamele qilishimizga to'g'ri keldi. Xo'sh, endi men bu şeyde to'xtay bunu. Rahmet. Endi ko'ngil anlagan bu mavo 9 turlik, 8 turlik çağrını ne çıkın bu asaslık mavo O'rta Sharq İslam devletlerinde bunu qilish qiyin to'xtaydi. Bo'lib Türkiye qatorliq bütün g'arb demokratik devletlerinin hammasida bunu qilib bo'lgan ish. Partiyaga a'zo bo'lib kirib, uning hokimiyat qatlamg'ichi kirgil bo'ldi o'sib, ondan keyin
askarlik evatki bu qonunluq bolalarımızın resmi devletin askerlik nimalarida öğrenip o Xitoy üstün olacak terörist deb e'lon qilolmaydi. Hozir bu yerga o'g'ilman desa Xitoy uni resimda film qilib apirib pakt bu bizni hozir munqariz qiladi. Shunga bosh davlatlarningki o'zining qonunluq nimalardan foydalanib askar yetishtirishga bu 3 yilda 5 yilda qaral yetishib chiqdi tayyor askar. Rahmat. Ko'ngil qo'yib anglanganga pek yomon vaqtingizni qo'yib ketdim. Abdurimjon qarindishimizning taqdim qilgan leksiyasi nəhayət mühim bir leksiya oldu. Zamanımızdamı biz ko'ryapmiz islom dunyosida qalaymiqanchilik bo'lsa, masalan, shu davlatga yaqin qo'shni davlat Suriyada shuncha adad bo'lyapsa, bu davlatning taqdiri nada belgilanyapti, qaysi davlatlar muzokara qilyapti, biz uni yaxshi bilamiz. Shuning uchun biz hozirdan boshlab Abdurimjon degan masalaga qo'l silishimiz lozim, qadam besishimiz lozim. Onun için Abdurimjon'ningki şu oturup koygan leksiyasi to'g'risida so'raydigan savol bo'lsa, bir savol alamiz, undan keyin boshqa mavzuga o'tib ketamiz. Bir savol bor. 49-yilda siz 49-yilda az adam o'tkazgan. Asosiy 55-yildan tortib Sovet Ittifoqqa 1 milliondan oshiq adam chiqqan. Musunu material tapmak. Doğru. 55-yildan 64-yilgacha alik chiqqani, yomonchiq chiqqan 63ga. 49-yildagini men asosiy qilqi Gomindan mag'lub bo'lib Tayvan qaçqandan keyin Sharq va Janubdagi 7 viloyatga hukmronlik qilayotgan bizningki kishilarimiz sirqib ketgan ma'ni nazarga oldim. 49 yillik Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti tarkibiga buchoq chiqatmadi. Buchoqdagilar hammasi biz Xitoy bilan birga qilmasa, bu hokimiyatning beshidagilar Alixon To'ramdan boshqalari tarafdan kirgizilgan bo'lg'achqa, bular yoki Sovet Ittifoqiga qo'shilib ketish, agar bo'lmasa, yo Gomindanga qo'shilish, yo bo'lmasa Xitoy Kommunistik partiya hokimiyatiga qo'shilib, ashada tarkibida yashash plan bilan kirganlar. Shunga buning tarkibidagilar 49 yil jataga chiqib ketmadi. Ular alayda milliy armiya deb Sharqiy Turkiston milliy armiyasi deb 55-yillik mavjudligini saqlab turdi. 55-yildan keyin uni butunlay 5-korpusga aylantirib, Xitoy shu vaqtda Gomindan tarkibida Sharqiy Turkiston azadlik armiyalariga, mujohidlarga qarshi urush qilgan Wang Jindong degan bir Xitoyning o'zini boshliq qilib 5-korpusga akilib, Sharqiy Turkiston milliy armiyasiga diktatorlik bu zo'ralik yurgizgandan keyin, undan keyin bular Sovet pasporti bo'lgandan keyin namusini qildi. Shuning bilan 57-yildan boshlab muhojirlar o'z vataniga qaytdi deb chiqib ketdi. 55dan chiqib ketgan. Uni ham bek uzrab ketmasin deb bundan kesib evatdim tashda. My Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble